sizdir. Tamam. Ek koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Qancha mol tamoq qilyapsiz? 3 mal tamoq qilamiz. Ertamen kelgan ne, obed kelgan ne, kech kelgan ne? So'rga endi shu topganimizni shu mayga undardı bergen Xudoga shukr, mana karshga nesi bardigi topganini olib kelib o'tadi. Xudoyimga shukr. Sholarni quvurib, suvga qaynatib, adikda mana topganimizni osh va makaronni mana berib turadi elimiz. Onu qilamiz. Kechga dag'in shu suyuq qo'yiq qilib tirikchilik qilib o'tamiz Xudoga shukr. Siz kunduga bunday povur xizmatini qilasizmi? Ovada endi shu Tamoqning barlig'ini o'zingiz qilib o'tasizmi? Yo'q, kelinlar ham qiladi, qizlar ham qiladi. Men shu zerikib ketdim, shu bolalarni ko'rib qilamda, bo'lsa qo'lim meni ishlataverde. Men o'zim qilayin deb intilamda. 60 dan oshganman mana. Qaysi ayından geldiniz ava? Qaravoq ayildan kelganman. Qanday qochdingizlar o yoqdan ava? Endi o men yuragim ko'tarib aytadi hozir shu suylashga. Men eshitsam hozir yuragim o'ynab ketadi. Endi o'g'lon sizlarga aytmayman, qila olmayman. Endi Xudoyga shukr. Xudoy saqladi. Bir narsa qilib chiqdik-da. Qo'ylamen yuragim o'ynab ketdi. Kechirasizlar. Men shu yuragimni bosish uchun mana shu endi yuragimda endi. Elim qiynalmasin, baldar qiynalmasin deb. Endi Xudo bergan qancha yoshimiz bor, qancha umrimiz bor. Xudoyga shukr. Shu yoshlar qiynalmasin deymizda. Xudodan tilaganimiz shu endi. Sizlar emneni bunday ko'proq qalatasizlar hozir aka? Endi ko'proq qalag'animiz shu. O'ko tezroq chechishib bir el uylarga qaytsa degan Xudoydan tilagimiz ela shu. O'zimizning tilagimiz ela shu. O'z uyimizga qaytsak deymiz. Ana ошол чегарада жайгашкан айылдарда эми үмүт барбы? Ал жакта жашаса болобу? Бийдик эмнени мындай сиздерге шарт түзбеш керек болду? Кандай шарттарды? Endi şartlardı hozircha ayta olmayman. Endi shu ikkiga o'kovi kechishsa yaxshi, kechishmasa bilmadim endi. Bu yog'ini ayta olmayman. Biz toza yaqin yashaymiz. Qaysi ayil? Qaravoq ayili. 50-60 bir xil yerimiz duvalga tiyip turadi. Endi shu musulmon eliga shu endi intimoq tilaymiz Xudoydan endi. O'g'ilga ham shu nima bersa deymiz. Ana bu Bozanadırdan kestir hazır. Üyesi qanday qabul aldı? Bu yerda qancha odamsizlar hazır? Xudoyga shukr. O'zlari shu mana biznikiga da 50-60'ını olib ketdi, 100'ünü olib ketdi. Mana Xudoga shukr. Bardığını jaylab, mana uy joydan ko'rpa to'shagim bor, bardığını berib, bir suvuqqa, balgar suvuqqa meni boy. Mana Xudoga shukr o'ynab kulib jatadi endi. Sizlarga üyesi qanday qabul aldı? Uy egasi Xudoga shukr, shu baxtli bo'lsinlar, uy bola chaqasi bilan. O shunchalik bo'ladi-da. Ana
Анан эми бийликтен эмне суранасыз ага? Endi birlikten şu birliktekiler körüp durup şu gözleri atkarsa gözlerinin şu adamgerçilik memesini endi taza bayla gözlerinin kursu boy şeymesi şu Kırgızistan'ın Yaşoğlu Kırgızistan'ın geleceği için hizmet kısalar, ak hizmet kısalar şöyle bizge. Bizim tileğimiz de şu. Aba эми сиз канча адамга ылайыктуу тамак жасап атасыз азыр? Ой, Үйдө канча адам бар? 100'den aşık adam var. Анан сиз азыр канча килограмм күрүч басып атасыз? Hazır 7 kilo basıp atağız. Жаш балдардан көп эле? Канча жаш балдардан aba? O yaş ballardan endi bu göz anavın tör üy cırt bala endi. Siz bul жакка кимдер менен келдиңиz aba? Ben bir yaka kampirim menenmiş, nevrem menen gegenmen. Балдарыңыз каякта? Baldarım Moskva'da şu tirikçilikte kelinime koy cüret de kızlattı işte. Балдары сиздерде калган, э? Ha, üç nevrem bizde kalıp. Мектеп окуучуларбы неберелериңиз? Çoğunu ikinci klasda okuyup kendine.